Alloh taolo bizga o'zi kichik, ammo ta'siri nihoyat kuchli bir qurol ato qilgan. Biz bu qurol bilan boshqalarning ko'nglini ham xush qila olamiz, ham og'rita olamiz. Jannatga mushu qurol sababli kiramiz, do'zaxga mushu qurol sababli kirib ketamiz. U bo'lsa-mu tilimiz. Til qaramoqqa o'zi kichik, ammo ta'sirni ait kuchli bir a'zo. Bir nomahram qiz mushu tilimizdan chiqqan gap bilan bizning halol juftimiizga aylanadi. Halol juftimiz mushu tilimizdan chiqqan gap sababli nomahram ayolga aylanib ketadi. Doktorlar bizning tilimiz orqali bizning tan salomatligimizga diagnoz qo'ysa, biz tilimiz orqali o'zimizning iymon e'tiqodimizga diagnoz qo'ya olamiz. Chunki payg'ambar alayhissalom la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu va la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu deydi. Bir odamning iymoni, uning qalbi durust bo'lmaguncha durust bo'lmaydi. Uning qalbi, uning tili durust bo'lmaguncha durust bo'lmaydi deydi. Demak, iymonning durust bo'lishi qalbga bog'liq, qalbning durust bo'lishi tilimizga bog'liq. Chunki odam badanidagi barliq a'zolar tilga bo'ysunadi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: odam badanidagi barliq a'zolar tilga bo'y egib turib mundaq deydi: "Ey til, biz haqqimizda Allohdan qo'rq. Agar sen to'g'ri mansang, durust bo'lsang, bizmi durust bo'lamiz. Agar sen xatolasang, bizmi xatolashimiz" deydi. Tilimiz iymonimizning eng cho'ng imtihoni. Tilimiz g'ayvat, shikoyat, boshqalarning aybini echish, chiqimchilik o'xshash yomon so'zlar bilan qanchalik bulg'angan bo'lsa, iymonimizmi shunchalik bulg'angan bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom laysal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Haqiqiy mu'min degan boshqalarning nasibiga kelib chiqishiga til uzatmaydi, boshqalarni tillamaydi, boshqalarga la'nat o'qimaydi, yomon, qabih so'zlarni qilmaydi deydi. Ibn Qayyim Javziy til harakatlantirmak nihoyat oson, ammo odamga nihoyat ko'p ziyon soladigan a'zo deydi. Chunki odam nihoyat qiyin, jafo tortib erishgan savoblarni mushu tili orqali g'ayvat qilib boshqalarga berib o'tadi. Shuning uchun odamning do'zax kirishiga eng ko'p mushu tilimizdan chiqqan yomon so'zlar sabab bo'ladi. Bir odam payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, men naja do'zaxdan qandoq saqlanamiz?" dedi. O'ylab boqinglar, nima degan muhim savol. Payg'ambar alayhissalom nima deb javob berdi? "Amsik alayka lisanak", mush tilingni yig' dedi. Bir kuni Muaz ibn Jabal degan sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan nihoyat muhim ishni birini talab qildi. "Ey Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan, do'zaxdan yiroqlashtiradigan bir ishni menga deb berslar" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Allohga shirk keltirma, namoz o'qi, roza tut, zakot ber, qudrating yetsa haj qil" deb islomning 5 asoslarini so'zlab bo'lgandan keyin, "Men seni yaxshilikning ishlariga boshlab qo'yaymi? Roza qalqon, sadiqa Allohning g'azabini o'chiradi" dedi. Ondan keyin "Men senga ishning 5ini, to'rikini va eng yuqori pallasini deb beraymi" dedi. "Bo'lsa shunda qilsa Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom ishning 5i islom, to'riki namoz, eng yuqori pallasi jihad dedi. Ondan keyin payg'ambar alayhissalom yuqorqi men so'zlagan hamma ishlarni jug'laydigan bir dona ishni men senga deb beraymi dedi. Muaz "Bo'lsa shunda qilsa Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom tilini ko'rsatib turib mushuni yig', ya'ni tilingni yig' dedi. Muaz hayron qilib: "Ey Rasululloh, biz degan gaplarimizni hisob elinamdiq" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Hey ta'ti pishona, kishilar do'zaxga yuzi bilan so'rilib tashlashining sababi mushu tili bilan qilgan yomon so'zlar sabab bo'ladi" degan. Tilimizni yomon so'zlardan saqlash uchun birinchi qiladigan ishimiz jiq gap qilishdan saqlanish. Chunki to'la gap qiladigan odam osonla boshqalarning g'aybatiga, boshqalarning aybini aytishga tushib qoladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimiki Allohga va qiyomat kuniga ishonsa, yaxshi gap qilsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Aslida sukut qilish bir hikmat, bir esil fazilat. Allohning zikr bo'lmagan ko'p so'zlar qalbni qatiradi. Payg'ambar alayhissalom hadisda Allohning zikri bo'lmagan ko'p so'zlar qalbni qatiradi deydi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom: "Qiyomat kuni mendan eng yiroq bo'ladigan va menga eng yomon ko'riladigan odam as-sarfarun, jiq gap qildiganlar" deydi. Ikkinchisi ahamiyatsiz gaplarni qilmaslik. Foydasiz, bizga munosabatsiz gaplarni ko'chilash bizni g'ayvatga, boshqalarning aybini aytishga, boshqalarni masxara qilishga boshlaydi. Aksicha bizga munosabatsiz, ahamiyatsiz gaplarni qilmaslik bizning islomimizning go'zal bo'lganligining bir alomati. Payg'ambar alayhissalom bir odamning islomining go'zal bo'lganligi u odamning ahamiyatsiz gap so'zlarni va ishlarni tashlaganligi deydi. Uchinchisi Allohni ko'p zikr qilish, tasbih aytish, Qur'on o'qish va yaxshi mazmundagi kitoblarni o'qish. Chunki Allohni ko'p zikr qilgan tildan yomon so'zlar chiqmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Fazkuruni azkurukum", sizlar meni yod etinglar, men sizlarni yod etaman deydi. Esingizda bo'lsin, siz sal qarab degan shu
bir eg'iz gap nurg'unlagan ixtiloflar, o'ch adovat va nurg'unlagan qarindoshlarning ayrilib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Tilimizni yomon so'zlardan saqlash jannatning kapolati. Payg'ambar alayhissalom qanday bir odam menga tilni yomon so'zlardan saqlashga, avratini zinodan saqlashga kapolatlik bersa, men uningga jannat bilan kapolatlik beraman deydi. Endi buningda cho'ng mukofot bormi? Agar sizga jannat lozim bo'lsa, tilingizni boshqalarning aybini echish, boshqalarni masxara qilish, boshqalarning g'aybatini qilishdan saqlang. Qilgan har bir gapingizni kuzatib, xotirlab turadigan farishta bor. Alloh taolo ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Og'izdan chiqqan har bir gap so'zni xotirlab, yezib mangadigan farishta bor deydi. Li ajlika ya rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nanshu